Ramazonning bir kuni. Azon yangrashiga oz qolgandi. Qorong'u uy ichida faqat shamning xira nuri lipillardi. Malika ikki bolasining yonida o'tirar, ularning yuziga tikilib turardi. Ular uxlab yotishardi. Och qorniga qaramay beg'ubor. Bugun Ramazonning ilk kuni edi. Malikaning esa uyida saharlikka qo'yadigan hatto bir burda noni ham yo'q edi. Eri o'tgan yili vafot etgan. O'shandan beri u ham ona, ham ota edi. Kecha qo'shnilarnikiga chiqib kir yuvib, ozgina pul ishladi. Lekin u pul bolalarining dori-darmoniga ketdi. U sekin turdi, idishlarga suv quydi. Go'yo dasturxon tayyorlayotgandek bolalarini uyg'otdi. "Bolajonlarim, saharlik vaqti bo'ldi." Katta qizi ko'zlarini ishqalab so'radi. "Ona, bugun nima yeymiz?" Malikaning tomog'iga nimadir tiqildi. U jilmayishga harakat qilardi. Bugun niyat qilamiz, bolam, niyat qilamiz. Suv ichamiz, Alloh sabr qilganlarni yaxshi ko'radi." Qizaloq boshini qimirlatdi. Hech narsa demadi, lekin kichkina o'g'li onasining qo'lidagi bo'sh likopchaga qarab qoldi. Malika yuzini derazaga burdi. Ko'zidan yosh oqib tushdi. Bolalar ko'rmasin deb shoshib artdi. Azon yangradi. Allohu akbar, Allohu U akbar. qo'llarini duoga ochdi. Allohim, bolalarimni mendan ko'ra ko'proq sevishingni bilaman. Ularni och qoldirmagin. Shu payt birdan eshik taqilladi. Malika hayron bo'lib ochdi. Shu mahalda kim ekan? Eshik oldida qo'shni ayol turardi. Qo'lida katta idish. "Singlim, yaxshimisiz? Bilmadim, negadir yuragim siqildi. Bugun saharlikka siznikiga ham ovqat qilib qo'ygandim. Shuni ilindim sizga, singlim." Idishda issiq non va taom hidi keldi. Malika bir zum gapira olmadi. Qo'llari titradi. Opa, dedi-yu, ko'zi yoshga to'ldi. Qo'shni ayol uning yelkasiga qo'l qo'ydi. Ramazon bir-birimizga yaxshilik, bir-birimizni qo'llab-quvvatlash oridir, singlim. Bolalar yugurib kelishdi. Nonni ko'rib ko'zlari chaqnadi. Malika esa ichida nimadir sinib, nimadir tikrangandek bo'ldi. U tushundi. Ramazon faqat ro'za tutish emas. Ramazon bir onaning yashirin ko'z yoshini Alloh ko'rib turgan oy. Ramazon umid eshigi yopilmaydigan oy. Kechqurun iftorda Malika bolalariga qarab shivirladi. "Esingizda bo'lsin, bolalarim. Qachondir qo'lingiz to'lsa, hech kimni bugungidek holatda qoldirmang." Katta qizi bosh irg'adi. Ona, men katta bo'lsam, hamma och bolalarga ovqat beraman." Malika ko'zlarini yumdi. Yana yosh oqdi. Ammo bu safar og'riqdan emas, shukurdan edi. Ramazonning ilk kuni bir onaning duosini osmonga olib chiqdi va o'sha duo hech qachon yerda qolmadi.